Koreyaga chita olin shu 5 ta narsani qilmang. Birinchisi, hujjatlarni soxtalashtirish. Hujjatlarni hech qachon soxtalashtirmang. Bu juda ham qaltis va keyinchalik ham zarari bo'ladigan ish. Bitta-ikkita o'rtog'ingizga o'xshab ketdi degani sizga ham o'xshaydi degani emas. Ikkinchisi, GKS dan boshqa stipendiya turlarini bilmaslik. Aslida GKS dan tashqari ham juda ham ko'plab stipendiya turlari bor va o'tda GKS ga qaraganda raqobat kamroq va chiqishi ehtimoli 100%. Rosti O'zbekistonda GKS ko'proq o'rganilgan va hamma bilgan bo'lgani uchun hamma o'zini o'sha yoqqa uradi. Uchinchisi, Koreyaga ketayotganingizda O'zbekistonda yemagan narsalaringizni ham chemadanga tiqish. Birinchidan, Koreyaga go'sht va go'sht mahsulotlarini olib kirish umuman mumkin emas. Siz bizni chemadanga faqatgina oziq-ovqat, konserva tiqib olib boradigan bo'lsangiz, hammani oldi kuchi bilan birga borib, chemadaningizni ochtirib sharmanda qilishlari mumkin. To'rtinchisi, Koreyaga koreys tilini umuman bilmasdan va yoki chala o'rganib borish. Qo'shilaman, til o'rganish o'zini tochkasida bo'ladigan bo'lsa, jarayon tezlashadi, lekin Koreyaga ketishingizdan oldin fundamentingizni mustahkam qilib qo'yib, o'zingizni ona tilingizni o'rganib ketmasangiz, u yoqqa borib o'rganganingizda prosta fizически ulgurmaysiz. Koreyada hamma narsa palli-palli bo'ladi. 5-inchisi, Koreyaga faqat koreys tilini bilib ketish. Koreya IQsi baland odamlar yig'ilgan joy. Koreys tilingiz kuchli bo'lgan taqdirda ham ularni bu bilan hayron qoldira olmaysiz. Chunki koreys tilini sizdan zo'r biladigan chet elliklar birinchidan tiqilib yotibdi. Ikkinchidan o'tga borganda mas'uliyatli, raqobatbardosh, tez moslanuvchan, kompyuter yaxshi biladigan, ingliz tilidan xabari bor va rus tilingizdan bo'ladigan bo'lsa, sizga faqat va faqat foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda bundan ham qiziq bo'ladi.